Shunisiga hech e'tibor bermayapman. Doskaga mayda yozishimga. Xo'sh, demak, bugungi mavzumiz sizlar bilan. Bugungi mavzumiz Zolin fe'li. Zolin. Ataylab qo'limga qizil markerni oldim. Zolin fe'li ham modal fe'l. Tushunarlimi? Modal fe'l. Modal fe'llar qanaqalarini o'rgangandik? Möchten, wollen, können, werden modal fe'l kirmaydi. Yo'q, mögen modal fe'l emas. Nimanidir prosta yoqtirish. Misol uchun ich mag abwehr misol uchun. Ich mag den abwehr. Modal fe'l sifatida uni ishlatib Yo'q. ikkita fe'l qatnashtirgan tuzsak ham bo'lmaydi. Yo'q, tuzishi mumkin, lekin u modal fe'l emas. Mana bu ikkinchida kelayotgan fe'lingiz otlashgan holatda keladi. Misol uchun ich mag Fußball spielen, to'g'rimi? Ha? Modal fe'limiz abrda nechta? Abrda menimcha shu bilan boshqa modal fe'l chiqmaydi, Zolindan keyin. 6 ta chiqadi. Ha, shunaqa. O'shani chekiga bitta do'stim chekasiga. Mana, boshqa hamma fe'llarmi? Biz o'rgangan modal fe'llar demoqchimiz. Hop, eng birinchisi qaysi? Können. Tarjimasi? Qila olmoq. Bu modal fe'l yordamida biz o'zimizni imkoniyatlarimizni ko'rsata olardik, to'g'rimi? Misol uchun, men zo'r nemis tilida gapira olaman. Qanaqa bo'ladi? Ich kann gut Deutsch sprechen, to'g'rimi? Endi Könendan keyin möchten bor. Möchten nima edi? Xohlamoq. Mana shu möchten fe'lini ko'pchilik mögen bilan adashtiradi. Mögen shunchaki yoqtirish. Möchten xohlamoq. Demak bu xohlamoq. Bunga bitta gap tuzinglar möchtenga. Ich möchte nach Deutschland fahren. To'g'rimi? Demak, men Germaniyaga borishni xohlayman. Bundan tashqari biz yaqinda o'tdik. Wollen, to'g'rimi? Tarjimasi bu ham xohlamoq, to'g'rimi? Aha, xohlamoq. Misol uchun, men deylik, birorta kasb, siyosatchi bo'lishni xohlayman. Ich will ein Politiker werden. To'g'rimi? Werden bo'lmoq ma'nosi kelardi. Xuddi zaynga o'xshagan, lekin u kelajakda bo'lmoq. To'g'rimi? Demak, shunga qo'shilyapti bugun Zolin. Bu kerak degan ma'no bildiruvchi. Yo'q, yana hali modal fe'llarimiz bor ekan. Bunda bor. Xo'p, hali davomida o'tamiz. Zolin kerak degan ma'noni bildiruvchi fe'l ekan. Men bu yozib qo'ydim. Majburiyatlar, maslahatlar, buyruqlarni mana shu yordamida tuzishimiz mumkin bo'lar ekan. Misol uchun, majburiyatlar bor-ku. Men bugun darsga borishim kerak. Ichki majburiyatlar. Ich-ichimizdan o'zimizga aytamiz, to'g'rimi? Men bugun erta turishim kerak. Ha? Shunga o'xshash gaplarni mana shu yordamda aytish mumkin. Maslahatlar, o'zimizga maslahat berishimiz mumkin. Bugun juda charchadim. Dam olishim kerak. O'zimiz maslahat bo'lyaptimi? To'g'rimi? Yoki buyruqlar. Misol uchun, Sie sollen die Hausaufgaben machen. Ya'ni sizlar uyga vazifalarni qilishingiz kerak. Tushunarlimi? Bu buyruq ma'nosida kelayotgan gap bo'lyapti. Tushunarlimi? Demak, Zollen fe'lni tushunishi. Ichga nisbatan ich soll, du sollst, sie esga soll, wir sollen, ihr sollt, sie ga sollen bo'lib tuzlanar ekan. Endi formulasi modal xuddi boshqa modal fe'llarga o'xshab formulasi bir xil. Qanaqa? Zollen fe'li ikkinchida keladi. Gapning asosiy fe'lini orqaga ikkinchi o'sha gapni oxiriga o'tkazib yuboradi. Infinitiv holatda. Tushunarlimi? Va gaplar misolida ko'ramiz. Boyagi gap. Wir sollen die Hausaufgaben machen. Biz uyga vazifalarni qilishimiz kerak.
Tushunarlimi? Keyingisi. Man soll im Krankenhaus leise sprechen. Man soll deganda odamlar qilish kerak degan ma'noga keladi. Odamlar kasalxonada past ovozda sekin gapirishi kerak. Tushunarlimi? Bu xuddi buyruq yoki majburiyat ma'nosiga kelyaptimi? To'g'rimi? Chunki kasalxona. Xo'p, ich soll heute arbeiten. Men bugun ishlashim kerak. Ichki majburiyatlar. Men bugun ishlashim kerak. Endi so'roq gaplar, savol gaplar. Soll ich gehen? Men borishim kerakmi? Ha? Sollen wir anfangen? Anfangen tarjimasi bor? Yo'q. Yo'q. Boshlamoq. Biz boshlashimiz kerakmi degan. Tushunarlimi? Anfangen bilasizlar, Trembag'e fe'l, to'g'rimi? Ikkiga bo'linuvchi an qismi bo'linadigan fe'l. Xo'sh, demak, sollen fe'li yordamida biz o'zimizni demak, nimadir kerak degan gaplarimizni aytishimiz mumkin ekan. Lekin buni nargi misol uchun brauchen fe'li bilan adashtirmanglar. U boshqa ma'nodagi, umuman boshqa ma'no. Ha? Misol uchun menga bitta kitob kerak degan gap qanaqa aytiladi? Ich brauche ein Buch, to'g'rimi? Sollen bilan ayta olmaymiz u gapni. To'g'rimi? Lekin men bitta kitob topishim kerak degan qanaqa bo'ladi? Men bitta kitob topishim kerak. Ich soll ein Buch finden. Tushunarlimi? Finden, kaufen yoki ha? Sotib olish. Xullas mana. Tushunarlimi? Yozib olinglar, tezroq yozib olinglar, keyin mashqlarga o'tamiz. Sizlarga ham tushunarli bo'ldimi? O'tgansizlar?